Dopaminni, motivatsiyani tabiiy ravishda ko'tarish. Birinchi navbatda bu jismoniy harakat. Yuring, yuguring, sport mashg'ulotlari bilan shug'ullaning. Iloji boricha ochiq havoda, quyosh nuriga ko'proq to'yining. Oqsilga boy bo'lgan ovqat mahsulotlarini qabul qiling. Uyqu rejimini to'g'ri bajaring. Uyquga inson to'yinish kerak tiklanish uchun. Ertalab yoki kontrast dush yoki sovuq dushni qabul qiling. Bu juda ham insonni tetik qiladi va chiniqtiradi. Qanaqa xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak? Birinchi navbatda bu alkogol, chekish, telefonda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p o'tirish, fast food, shirinlik. Bu sun'iy dopaminni ko'tarish deyiladi. Oradan vaqt o'tib siz keskin depressiyaga tushish ehtimolligi juda ham